Gidroponika chorvadorlar uchun. Bu oddiy yashil ozuqa emas, 7 kunda tayyor bo'ladi. Chorva tez semiradi, sut ham ko'payadi. Kam xarajat, ko'p foyda. Gidroponika usulida yetishtirilgan bug'doy yashil yem deb nomlanadi. Chorva uchun juda foydali. Asosiy foydalari oson hazm bo'ladi. Yashil bug'doyda tolalar yumshoq bo'ladi. Shu sabab qoramol va qo'y tez hazm qiladi. Vitaminlarga boy, bu esa immunitetni kuchaytiradi. Sut va go'sht sifatini oshiradi. Sut miqdori oshadi, yog'lilik yaxshilanadi. Go'sht yumshoqroq bo'ladi. Tez semirtiradi. Suvga boy 70-80%. Arzon va samarali. 1 kilogramm urug'dan 6-8 kilogramm yashil massa chiqadi. 7 kunda tayyor bo'ladi. Qaysi hayvonlarga berish mumkin? Qoramol, sigir, buqa. Eng yaxshi natija shu yerda. Kuniga 15 kilogrammgacha berish mumkin katta sigirga. Qo'y va echki juda yaxshi yeydi. Kuniga 4 kilogrammgacha beriladi. Gidroponika bo'yicha stilajlarni loyihalashtirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab, O'rta Osiyo bo'ylab stilajlarni ozg'in yetkazib beramiz. Dastavka qilib. Konsultatsiya bepul. Telenomerlarimiz orqali bog'laning. Bu usulni bilganlar allaqachon foyda qilyapti. Siz hali boshlamadingizmi? Kimga kerak bo'lsa, Ekochorva.uzga murojaat qiling va obuna bo'ling.